Bitta narsa e'tibor berilaymi, baylariga kechki salqin tushishi bilan hammasi bargini tashlaydi. Assalomu alaykum. Palon ishqibozlari, palonga ekaman degan akalar, ukalar. Xudo xolasa mana palonyalarimiz aprel oyining oxirlarida ekilgan palonyalarimiz. Mana shunaqa holatda. 9501lar. Bu yerda M1 sorti. Mana bular ko'chatimiz ozgina kattaroq edi, shuning hisobiga 1,5 metrdan oshdi. Bu yerlar 1 metr. 1 metr atrofida. Xudo xolasa ko'chatlari ko'z yemasin, mashalloh. Ko'chatlarimiz zo'r. Tanalari ham baquvvat, oraliq masofalari ham yaxshi, keng ekilgan. Mana 70 ga ekilgan bo'lsa, bu yog'i ham 50-60. Quyoshga teskari bo'lib qolyapti. Tamam, ko'rinyapti. Xudo xolasa iloji boricha ko'rsatamiz. Tanalarni ham ko'ringlar. Baquvvatligini tanasi. Baylarni ham ko'ringlar. Mana baylar. Xudo xolasa go'zal holatda. Bu yerlar ham 1,5 metr, 2 metr bo'lgan. Ko'chat ozgina kichkinaroq ekilgan hisobiga o'rtalari ancha pastroq. Masjidlar ozgina past. Bu yog'i yana holatligi yaxshi. Xo'p, mana yo'g'onliklari ham yaxshi ko'chatda. Ramligi, kengligi 15 kunda suv qo'yapti hozir yoz oylarida. Ozgina suvdan qaytarib, chanqatib, ildiz otishi yaxshi rivojlanish uchun ozgina suvdan tortyapmiz. Kechasi qo'yganman bular. Bu tarafini qarang. Bu tarafi 2 metrdan oshdi. Mana baland degan joyimdan ham baland, undan ham baland. Yo'q, tepada yuribdi. Boshlariga mana bunaqa ekib qo'yganmiz. Makka ekib qo'yganmiz. Mana ko'chatlar. Bu yerda ozgina zichroq ekilgan. 40 santimetrga ekilgan bu oralig'i. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani Qipchoq qishlog'ida. Paxtakor MFYda. Xudo xolasa bu klientlarimiz Ozarbayjonga, Qozog'istondan so'rab turishibdi. Ularga mana ko'chatda O'zbekistonda eng oldi ko'chat bemalol kelib solishtirib olishaveradi. Mana birinchi ko'chatimiz bilan minginchi ko'chati ham bir xil chiqadi. Hali har xil sot chiqib qoladi olgandan keyin. Shunaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa bu 30-iyun sanasi bo'lsa, eng kami 4 metrlik ko'chat bo'ladi. Balandligi 6 metrgacha. Tomurlari ham chiroyli chiqadi, chunki suvdan tortib turibmiz. Biz ancha yildan beri, 6 yildan beri, 5-6 yildan beri shug'ullangan ekanimiz uchun palondan hosil olganmiz. Qaysi paytdan qanaqa agrotexnika qilinadi? Bu tarafda o'sha 23-24 aprel kuni ekilgan bular hammasi. Endi bunday qilib turib, kartani bu tarafiga o'tadigan bo'lsak, bu tarafda may oyining 10-15-chислоlarida ekilgan. Mana. Bular endi 2 metr, 3 metrlik ko'chat bo'ladi. M1 sorti bular ham. Bu taraflarimiz katta, o'ta baland endi. Maydasini olaman degan, kattasini olaman degan akalarimizga ham bor ko'chatlarimiz. Mana. Bitta narsa e'tibor berilaymi, baylariga kechki salqin tushishi bilan hammasi bargini tashlaydi. Kunduzi bilan issiqda turgandan keyin kech bo'lishi bilan nari tarafini ko'rsatdim, quyosh u tarafda hali bargini yoyib turibdi.
Mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, ular hali salqin tushishi bilan chalpayishni boshladi. Pavlovlar shunaqasi. Kunduzi bilan bargi katta-katta bo'lib turadi, kechkirganda mana shunaqa baylarni tashlab yuboradi. Xudo xolasa uni kecha suvini berganmiz.